Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. IDC matematikadan mavzulashtirilgan testlar to'plamini bajarishni davom etamiz. Bugungi bobimiz, bugun yangi bobga o'tamiz, ya'ni algebraik ifodalar. Yangi bobimizning birinchi mavzusi bu daraja va uning xossalari. Birinchi savolimiz. -4 ning kvadrati 16 qo'shilgan ikkita minus plus bo'ladi 16 ayrilgan 16 qisqaradi teng 16. To'g'ri javob A. Ikkinchi misolimiz. Kasrdagi hamma sonlarni ko'plarga oshiramiz. Ya'ni 1 plus 8 plus 27 plus 64 plus 128 taqsim 1 2 3 4 5larni qo'shsak 15 chiqar ekan. 15 ning kvadrati. Birni, ya'ni suratda hisoblaymiz. 1ni 8 ga qo'shsak 9, 27 ni qo'shsak 36, 64 ni qo'shsak 100 va 100 ga 120 ni qo'shsak 228 yozamiz. 15 ning kvadrati 225. To'g'ri hisobladik. 1 ning kubi 1, 2 ning kubi 8, 3 ning kubi 27, 4 ning kubi 64, 5 ning kubi 128. Bularni qisqartirsak, necha qisqartiramiz? 3 ga qisqartira olamizmi? 3 ga qisqartirsak, yo'q, bu sal xatomi deymanda. Bir 228 taqsim 225. Bir joyga xato ketib qolganmiz. 5 ning kubi 125 bo'ladi. 125. 225 bo'ladi va bu 1 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob C. Uchinchi savolimiz. 4 ning kubi -4 ning kubi -64 ayrilgan -4 ning ikkinchisi 16 taqsim -4 ning birinchisi bu -1 taqsim 4 ni beradi. Ayirsak -64 dan -16 bu -80 ni beradi va 4 tepaga ko'payadi. Teng bo'lar ekan 320. To'g'ri javob D. To'rtinchi misolimiz. 5 ning -birinchisi 1 taqsim 5 qo'shilgan 5 ning nolinchisi 1. -birinchisi ko'paygan 6 ning kubi. 5 6 taqsim 5. 1 taqsim 5 ga 1 ni qo'shsak birinchisi bu 5 taqsim 6 ni beradi. 6 ning kubi qisqaradi 5 ko'paygan 6 ning kvadrati. Ya'ni 5 ko'paygan 36 0 18 180. To'g'ri javob D. 5-misolimiz. Hisoblang.
Ya'ni minus 2 ning kubi minus 8 ayrilgan minus 2 ning 4-si 16 taqsim minus 2 ning kvadrati bu 4 ga teng bo'ladi. Minus 24 taqsim 4 minus 6. To'g'ri javob A. 6-misolimiz. Ni hisoblang. 2 taqsim 3 ning minus 1-si bu 3 taqsim 2 ni beradi. Ko'paygan 4 ning 0-si bu 1 ayrilgan 1 taqsim 5. Ko'paygan 1 taqsim 6. Bu bilan bu qisqaradi, 2 ni beradi, 1 taqsim 4. Ya'ni 2 bilan 2 qisqaradi, ko'payadi. Ko'paygan 1 dan 1 taqsim 5 ni ayiramiz. 4 taqsim 5 qisqaradi, 1 taqsim 5. 1 taqsim 5 bu 0,2 degani. 7-misolimiz. 7-misolimiz. 1 ayrilgan 1 taqsim 2 ayrilgan 1 taqsim 3 suratda. Endi mahrajida 1 plus 1 taqsim 2 qo'shilgan plus 1 taqsim 3 ko'paygan 11. Umumiy mahraj suratda 6 bo'ladi va 6 minus 3 minus 2 taqsim bunda ham 6 plus 3 plus 2 ko'paygan 11. 6 lar qisqaradi va 3 1 taqsim 11 ko'paygan 11 teng bo'ladi 1 ga. To'g'ri javob B. 8-misolimiz. Ya'ni 4 ning minus 1-si bu suratga ko'payadi. 12 qo'shilgan ya'ni 3 ning kvadrati 5 ga ko'payganda 45 ni beradi. Ko'payadi 19 ga. Qo'shganda 12 ni 45 ga qo'shsak 57 taqsim 19 bo'linganda 3 hosil bo'ladi. To'g'ri javob B. 9-si soddalashtiring. Ya'ni 2 ning 4-si bu 4 da ekan. Ya'ni 4 ko'paygan 2 ning 4-si. 2 ning 2-si ko'paygan 2 ning 4-si. Darajalar qo'shiladi, 2 ning 6-sini beradi. To'g'ri javob C. 10-misolimiz. Minus 2 ning 4-si. Minus 2 ning 4-si nechaga teng bo'ladi? 16 ga. Ayrilgan 9 ayrilgan minus 2 ning 3-si bu minus 8 ga teng bo'ladi. Qo'shilgan 16 teng bo'ladi. 9 dan ayirsak 7, 7 dan 8 dan ayirsak minus 1, 15 ni beradi. To'g'ri javob C. Davom etamiz. Hurmatli o'quvchilar, 11-misolimiz. Ya'ni soddalashtiring. A ning darajasi 4 ko'paygan 5 ko'paygan A ning 15-si. A ning 20-si ko'paygan A ning 15-si. Darajalar qo'shiladi. 35-si. To'g'ri javob C. 12-misolimiz. Hisoblang. 193 ning 0-si bu 1 ga teng. Qo'shilgan 1 ning har qanday darajasi bu 1 ga teng. Minus 2-si. Ko'paygan 625 ning 0-si bu 1 ga teng. Minus 1 ni juft darajasi bu 1 ga teng bo'ladi. 3-si. 1 taqsim 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 2 ning kubi qisqaradi va 2 ni hosil qiladi. To'g'ri javob C. 13-misolimiz. A6 ko'paygan
A7 ko'paygan A10 taqsim A18 ko'paygan A-15. Darajalarni qo'shsak, ya'ni asosi bir xil. A'ning 23-si taqsim A'ni ayirganimizda 3 berar ekan. A'ning 20-si bo'ladi. Ya'ni darajalar ayriladi bo'luv bo'lganda. To'g'ri javob D. 14-misolimiz. 15 ayrilgan 1 taqsim 5 ning, ya'ni -2-si teskari bo'ladi va 5 ning kvadratiga hosil bo'ladi. 25 teng -10 ga. To'g'ri javob A. 15-misolimiz. 12 ni qanday yoysak bo'ladi? Ya'ni 2 ning kvadrati ko'paygan 3 ning kubi ko'paygan 2 ning kvadrati, buni 5-si, 3 ning 4-si va 2 ning 16-si. Qavslarni yoyib yuborsak, 2 ning 6-si, 3 ning 3-si ko'paygan 2 ning 10-si. 3 ning 4-si ko'paygan 2 ning 16-si. Bular qisqaradi, mahrajda bitta 3 qoladi. Bular hammasi qisqaradi va suratda bir. To'g'ri javob B. 16-misolimiz. Soddalashtiring. Ya'ni minusli sonning tog' darajasi bu minus bo'ladi. Ya'ni minus x ning 10-si ko'paygan, bu ham tog' bo'ldi, minus x ning 9-si bo'lingan, ya'ni taqsim x ning 18-si. Minuslar ko'payadi, plyusga aylanadi, darajalar qo'shiladi. 19 x 18 pastga mahraj, ya'ni bo'lganda esa x ning o'zi qoladi. To'g'ri javob C. 17-misolimiz. A teng 4 ga bo'lsa, mana shu qiymatlarni toping. Ya'ni bo'luv bo'lganda ayriladi. Ya'ni A ni darajasi 8 minus 5 ayrilgan 1 teng bo'ladi A ning kvadrati. Teng 4 ning kvadrati 16 ga. To'g'ri javob C. 18-misolimiz. Quyidagi tengliklardan nechtasi to'g'ri? A ning 24-si teng bo'ladi A ning 24-si. Birinchisi to'g'ri ekan. Bo'luv bo'lganda ayriladi. A ning 15-si teng A ning 4-si. Bu xato. Buni qavsga olsak, AB ning 7-si teng AB ning 7-si. To'g'ri. A ning 11-si teng ko'payganda qo'shiladi A ning 11-si. Bu ham to'g'ri. Ya'ni 3 ta to'g'ri tenglik mavjud ekan. To'g'ri javob C. 19-misolimiz. Mana shu qiymatni A teng 2 bo'lganda hisoblang. Birinchi soddalashaveramiz. 4 ga 3 ni ko'paytirilgan 12 ko'paytirilgan, ya'ni minusli sonni 6-si, ya'ni juft soni bu minus yutib yuboradi va A ning 12-sini beradi. Ko'paygan, bu minusda turibdi, ya'ni teskari bo'ladi va minusni ham yemaydi. Minus 1 taqsim A ning 20-si teng bo'ladi. Bular qo'shganda 24 qisqaradi. Minus A ning 4-si teng bo'ladi. Minus 2 ning 4-si minus 16. To'g'ri javob A. 20-misolimiz. Ya'ni hisoblang. 8 ni 2 ning kubi deb olamiz. Ko'paygan 2 ning kvadrati deb olamiz 4 ni. Taqsim 512. 512 bu 9-si. 2 ning 9-si hisoblanadi.
teng bo'lar ekan 2 ning 51-si ko'paygan 2 ning 46-si taqsim 2 ning 90-si. Teng bo'ladi 51 ga 46 ni qo'shsak 97, 97 dan 90 ni ayirsak 2 ning 7-si qoladi va 128 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob C. Hurmatli o'quvchilar, davom etamiz. Ya'ni endi ikkinchi testimizga navbat keldi. Ikkinchi testimizning birinchi misoli. Hisoblang. 27 ni 3 ning kubi deb olamiz. Ko'paygan 2 ning 9-si, ko'paygan 2 ko'paygan 3 ning 5-si. 3 ning 21-si ko'paygan 3 ning kvadrati ko'paygan 2 ning 4-si. Ko'paygan 2 ning kvadratining 7-si. 3 ning 24-si. 2 ning 9-si ko'paygan 2 ning 5-si ko'paygan 3 ning 5-si. 3 ning 21-si ko'paygan 3 ning 8-si ko'paygan 2 ning 4-si va ko'paygan 2 ning 14-si. 2 ning 14-si ko'paygan 3 ning 29-si. 2 ning 18-si ko'paygan 3 ning 29-si. Bular qisqaradi va oxirida makrajga 2 ning 4-si qoladi. 2 ning 4-si bu 16 ga teng. To'g'ri javob D. Ikkinchi misolimiz. Ya'ni hisoblang. 10 ning 40-sini beradi, bo'lingan. Oxirgi daraja juft va minus yutadi. 10 ning 42-si qo'shilgan 1 taqsim 10 ning kvadrati, ya'ni minus yutadi. Teng bo'ladi 40 dan 42 ni ayirsa minus 2, bu 1 taqsim 10 ning kvadrati qo'shilgan 1 taqsim 10 ning kvadrati teng bo'ladi 1 taqsim 50 ga. Va bu teng bo'ladi 0.02 ga. To'g'ri javob A. Uchinchi misolimiz. 2x teng A ga 3x teng B ga bo'lsa, 18x ni A va B orqali ifodalang. Keling 18 ni yoyamiz. 3 ning kvadrati ko'paygan 2 ning x-si. Va 3 ning 2x-si ko'paygan 2 ning x-si. 3 ning 2x, ya'ni b ning kvadrati ko'paygan a, ya'ni ab kvadrat. To'g'ri javob C. To'rtinchi misolimiz. Manfiy sonni ko'rsating. Ya'ni minus 1 ning 3-si bu minus 1 beriladi va bu minus bilan qisqarib musbat son hosil qiladi. Umumiy makraj necha? Ya'ni umumiy makraj aytaman. Umumiy qavsning tashqarisida kvadrat yotgani uchun bu musbat qabul qiladi va minusga plus bu manfiy sonni hosil qiladi. To'g'ri javob C. Beshinchi misolimiz. Hisoblang. Minus 16 qo'shilgan 1 taqsim 4 1 taqsim 4 ning minus 5 taqsim 2-si. Minus 32 qo'shilgan 4 ning 5 taqsim 2-si.
teng bo'ladi minus 32 qo'shilgan 32 teng 0 ga. To'g'ri javob B. 6-misolimiz. Keling. 6 ni 2 ning 5-si ko'paygan 3 ning 5-si deb olamiz. 6 ning 5-si ko'paygan 2 ning 4-si ko'paygan 3 ning 2-si. 2 ning 3-si 10 ning 3-si. 3 ning 4-si ko'paygan 2 ning 9-si ko'paygan 10 ning kubi. Qisqaradi. 3lar qisqaradi, ya'ni 3 ning kubi qolar ekan va 9 ham qisqaradi. Ko'paygan 2 ning kubi. 27 ko'paygan 8. 216. 16. To'g'ri javob C. 7-misolimiz. Ya'ni suratdan keling 7 ni 6-sini olib chiqamiz. 6 minus 6 emas. 6 ko'paygan 7 ayrilgan 41. Taqsim 7 ning 4-si. Bular qisqaradi. 7 ning 2-si 42 minus 41. 7 ning 2-si. Ya'ni 49. To'g'ri javob D. 8-misolimiz. 8-misolimiz. Agar mana shu qiymat ifodalar bo'lsa, x plus y ni toping. Buni qanday topamiz? Keling, mana shu tengliklarni bir-biriga ko'paytiramiz. Ya'ni 3x ko'paygan 3y teng bo'ladi 8 taqsim 7 ko'paygan 189 taqsim 8. 8 lar qisqaradi. 7 qisqaradi. 27. Ya'ni 3 ning x plus y-si teng 3 ning 3-si. X plus y teng 3 ga. To'g'ri javob C. 9-misolimiz. Hisoblang. Ya'ni suratda 3 ning kvadrati nechta? 3 ko'paygan 3 ning kvadrati. Ya'ni 3 taligani uchun 3 ni ko'paytiramiz. Va 3 ning minus 2-si ham 3 ta. Ya'ni 3 ko'paygan 3 minus 2-si. Qisqaradi bular. 3 minus 2-si 3 ning 4-si. To'g'ri javob D javob. Ya'ni 81. 10-misolimiz. 0 butun nechidir 24 sonini standart shaklga keltiring. Standart shaklga keltiramiz. Ya'ni 0 dan keyin nechta, ya'ni mana virguldan keyin nechta raqam bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya'ni 7 ta. 24 ko'paygan 10 ning minus 7-si. Yo'q. 10 ning, ya'ni nollarni hisoblasak 5 ta ekan. Nollarni hisoblasak 5 ta ekan. Shunda 10 ning minus 5
Chunki 10ning 7-sini mana shu songa ko'paytirganimizda 24 hosil bo'ladi. Va to'g'ri javobimiz A hisoblanadi. Davom etamiz. Hurmatli o'quvchilar, ikkinchi testimizning 11-misoli. ABC butun sonlar va 0,08 ning -4-si ko'paygan 0,100 dan 6 ning 3-si teng 2 ning A-si ko'paygan 3 ning B-si ko'paygan 5 ning C-si bo'lsa A plus C ni toping. Plus B plus C ni toping. Ya'ni 0,08 ni qanday deb yozsak bo'ladi? Ya'ni 8 taqsim 100. 100 taqsim 8. Chunki darajasida minus turibdi. Buning 4-si. Ko'paytirilgan 100 taqsim 6 taqsim 100. Buning kubi. Keyin mana shuni qisqartirsak 100 qoldi. Bularni qisqartirsak 3 ning kubi taqsim 8 ning 4-si bu 2 ning 12-si bo'ladi va 3 ta 2 ketgandan keyin 2 ning 9-si bo'ldi. Teng bo'ladi. Endi 100 ni bo'lib o'ramiz, ya'ni ajratib o'ramiz. 2 ning 4-si ko'paygan 5 ning kvadrati ko'paygan 3 ning kubi taqsim 2 ning 9-si qisqaradi 5 ning kvadrati ko'paygan 3 ning minus 3 ning kubi ko'paygan 2 ning minus 5-si teng ekan 2 ning A-si ko'paygan 3 ning B-si ko'paygan 5 ning C-si. A ni o'rniga minus 5, B ni o'rniga 3, C ni o'rniga 2. Ularning yig'indisi 0 ga teng bo'lib qoldi. 0 lekin variantda berilmagan. Demak, qayerdadir biz xato qilib bajardik. Ya'ni 0,08 ni 100 taqsim 8 deb oldik. Ko'paygan 6 taqsim 100. 100 ning o'zi 3 ning kubi 2 ning kubi. Keyin mana shu 8 ni o'rniga 2 ning kubini yozamiz. 4 ta bo'lganiga 2 ning 12-si bo'ladi. 2 ning 12-si bo'lsa mana bu qisqarishda ozgina xatolik ketdimi deymanda. 100 ni ya'ni 2 ning
to'rtinchisi bo'ladi. 2 ning kvadrati. 2 ning kvadrati. Bu past makrajda 2 ning 9-turibdi. Ya'ni 2 ni bo'lganda minus 7-si bo'ladi. 2 ni shuni boshqacha. Endi qo'shganda minus 2 ni beradi. To'g'ri javob B. 12-misolimiz. X kichik minus 2 soni uchun mana shu ifoda bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri to'g'ri? Qaysi biri to'g'ri? Ya'ni minus 2 dan kichik minus 3 ni olamiz. Ya'ni x teng minus 3 ni qo'yib ko'ramiz. A teng bo'lar ekan minus 27 ga. B teng bo'ladi minus 27 teng 27 ga. C esa minus o'zi bor va minus 3 ning kubi. Ya'ni 27. To'g'ri javob D ekan. Ya'ni B va C teng, ulardan kichigi A bo'ladi. 13-misolimiz. Shu ifodani natural son bo'ladigan n ning nechta natural qiymati mavjud? Ya'ni 2000 ni ko'paygan 2 ning 10-si va 5 ning 10-si. Ya'ni makraj bilan qisqarish uchun 2000 ni ichiga, ya'ni 5 ning nechinchi darajasi mavjudligini bilishimiz kerak. 5 ning kubi 128 bo'ladi. 125 kubi yo'q. Ya'ni 5 ni 4-si 625 bo'ladi. O'zi 5 ning 5-si o'zi 3125 bo'lar ekan. Ya'ni 5 ning 5-sini ola olmas ekanmiz. Ya'ni n teng bo'ladi 4 ga. To'g'ri javob C. Ya'ni 2000 dan kichik darajasini topishimiz kerak. 14-misolimiz. Hisoblang. 24 ko'paygan 27 taqsim 8. 27 ko'paygan 9 taqsim 16. Bo'lingan 20 ko'paytirilgan 3 taqsim 5. Ayrilgan 1. Qisqartiramiz. 3 ga 3 ko'paytirilgan 27. Ayrilgan 27. Yo'qni qisqartirsak 3 bo'ladi. 3 ko'paygan 16. Bo'lamiz. Endi qisqartirsak 4 ko'paygan 3 ayrilgan 1. 3 ni qavsdan tashqariga chiqarsak 27 ayrilgan 16 qoladi. Va 11 ga teng bo'ladi. Teng 33 bo'lingan 11 teng 3 ga. To'g'ri javob D. 15-misolimiz. Quyidagi ifoda bo'lsa x plus y ning qiymatini toping.
plus y'ning qiymatini toping. 81 3ning 4-si a kvadrat teng 3ning kvadrati x ya'ni 2ning 2-si va x. Ya'ni x teng 2 ga ekan. Chunki a ning kvadrati bo'ladi va 3ning 4-si bo'ladi 2 ni qo'yganimizda. Minus 5ning 3-si b ning 6-si teng minus 5ning y-si b ning 2y-si. Y teng ekan 3 ga. Buning yig'indisi 5 ga teng bo'ladi. X y'larning yig'indisi. 16-misolimiz hisoblang. 3ning 100-sini qavsdan tashqariga chiqaramiz. 1 plus 3 taqsim. Endi 3ning 99-sini chiqaramiz. 3 minus 1. 4 ko'paygan 100. Ya'ni 1 dan qisqartirsak suratda 3 qoladi, makrajda qolmaydi va 3 dan 2 ni ayirsak 2 teng bo'ladi 6 ga. To'g'ri javob B. 17-misolimiz. Shu tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik natural sonni toping. 2n minus 1. Ya'ni 200 2ning nechinchi darajasiga yaqin? 2ning 7-si 128. 2ning 7-si 128 bo'lsa, 2ning 8-si esa 256 ekan. 2ning 8-si deb olamiz. Va n minus 1 katta 8, n katta 7 dan. Ya'ni tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik natural sonni toping. 8 hisoblanadi. Ya'ni 7 dan katta eng kichik natural son bu 8 hisoblanadi. To'g'ri javob B. Yo'q. Ozgina adashdik. 2ning 8-si bo'lsa, 2ning 7-sini olganmiz. Chunki hozir n ning o'rniga 8 ni qo'yganimizda 2ning 7-si bo'ladi va 2ning 7-si 128. Lekin 200 dan katta emas. 200 dan katta bu 2ning 200 dan kichik bo'lishi kerak. Yo'q, biz to'g'ri qildik. N minus 1 boya amalda xato qilgan ekanmiz-da. Qo'shamiz 9. Ya'ni biz ozgina xato ishladik. Ya'ni keling boshqacha usulda yechaylik. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik natural son. Kartinada chizsak, mana shu yerdan 200. Ya'ni 200 dan katta. 200 dan katta
n ning nechinchi darajasi, ya'ni n ning nechinchi darajasi 200 dan katta. N ning 7-si bu tarafda o'tadi. Bu yerda n ning 9-si, n ning 10-si. Va bizga eng kichik natural soni bo'lgani uchun biz eng kichigini tanlaymiz va 2 ning n'inchisi minus 1 teng bo'ladi 2 ning 8-siga. N teng bo'ladi 9 ga. To'g'ri javob C. Ya'ni A emas, B emas. O'chirib qo'yamiz. Davom etamiz. 18-misolimiz. X, Y, Z natural sonlar uchun mana shu ifoda o'rinli bo'lsa, X plus Y plus Z ning qiymatini toping. Uzr. Uning toping. Ya'ni bular bir xil ekan. Ya'ni bu tenglik qachon teng bo'ladi? Darajasi 0 bo'lsa. Darajasi 0 bo'lganda hammasi 1 ga aylanadi va 1 teng 1 teng 1 bo'ladi. Ya'ni endi x minus 2 teng 0. X teng 2, y minus 3 teng 0, y teng 3, z minus 4 teng 0, z teng 4 ga. Ya'ni boshqa nima yo'li yo'q. Ya'ni 3, 4, 5 teng bo'lish uchun albatta ularning darajasi 0 bo'lishi kerak. Bularning yig'indisi esa 9 ga teng. To'g'ri javob D. 19-misolimiz. A, ya'ni 9 ning 9 19 16 ta bo'lsa, ya'ni 9 ko'paytirilgan 16 ta bo'lsa, B teng 27 ning 9-si yig'indisi, ya'ni 27 ta bo'lsa, A taqsim B ning qiymatini toping. Ya'ni A teng bo'ladi 9 ning 16-si. Ya'ni 9 16 marta ko'paytirilgan. B teng bo'ladi 27 ko'paytirilgan 27 ning 9-si. Endi bularni 9 ga keltirib olsak. Ya'ni 3 ga keltiraylik. Ya'ni yaxshirog'i 3 ning 32-si, 3 ning 3-si ko'paygan 3 ning 27-si va 3 ning 30-si bo'ladi. A taqsim B bu 3 ning 32-si taqsim 3 ning 30-si. Darajalar ayriladi. 3 ning 2-si teng bo'ladi 9 ga. To'g'ri javob C. 20-misolimiz. Agar 0 kichik x kichik 1 bo'lsa, eng katta sonni toping. Eng katta son. Bu odatda manimcha x ning o'rniga, ya'ni 1 taqsimli sonlari. 1 taqsim 1, yo'q, 1 taqsim 1 taqsim 2, 1 taqsim 3. Mana shunday sonlar ekan. Endi mana shularning eng kattasi. Ya'ni x qachon eng katta bo'ladi? Ya'ni 1 taqsim 4, 1 taqsim 5. X mana shunaqa sonlar ekan, ya'ni 1 taqsimli sonlar. Ularni kvadratlari, kublari yoki 4-darajaga olsak, ular kamayib ketadi. Ya'ni pastga qarab ketadi kvadratga oshirsak. Misol uchun 1 taqsim 5 ni kvadrati 1 taqsim 25 bo'ladi. Ya'ni bundan kamroq bo'ladi. Shuning uchun eng katta soni bu x ning o'zi bo'ladi.
x ning o'zi bo'ladi. To'g'ri javob A. Hurmatli o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Davom etamiz, hurmatli o'quvchilar. 3-testimizning birinchi savoli. Ko'paytmani standart shaklga keltiring. 21 ko'paygan 10 ning -5 deb yozib olamiz. Ko'paygan 22 ko'paygan 10 ning yana -5-si. Teng 21 ga 22 ni ko'paytirsa 462 ko'paygan 10 ning -10-si. Endi buni skalar ko'paytmaga ajratamiz. Ya'ni shaklga keltiramiz. 4 ko'paygan 4 ning 62-si ko'paygan 100 deb yozamiz. Ko'paygan 10 ning -10-si. 4 ko'paygan 62 4.62 ko'paygan 10 ning -8-si. To'g'ri javob C. Ikkinchi misolimiz. Hisoblang. Birinchi qo'shiluvchidan, ya'ni kasrning suratidan 10 ning 18-sini chiqarib olamiz. 10 ning kvadrati ayrilgan 1 taqsim. Bundan ham 18-sini chiqarib olamiz 10 ning. 10 qo'shilgan 1 qo'shilgan 10 ning 18-sini chiqaramiz, 1 qo'shilgan 10. Endi 10 ning 17-sini chiqaramiz, 1 qo'shilgan 10. Bular qisqaradi, bu ham qisqaradi, 10 qoladi. Bu ham qisqaradi. 10 ning kvadrati 100, 100 dan 1 ni ayirsa 99 taqsim 11 qo'shilgan 10 bo'lganda 9 qo'shilgan 10 19. To'g'ri javob B. Uchinchi misolimiz. Uchinchi misolimiz. Mana shu ifodalar bo'lsa, A, B, C sonlarni o'sish tartibida keltiring. Hozir bu yerda asos va darajalar har xil. Keling, biz hozir darajalarni bir xil qilib olib, asoslarni taqqoslaymiz. Ya'ni darajalarni bir xil qilib olamiz. A teng 2 ning 4-sini 7-si. B teng 3 ning 3-si va yana 7-si. C teng 5 ning kvadrati ning 7-si. A teng 16 ning 7-si, B teng 27 ning 7-si, C esa 25 ning 7-si. Endi darajalari bir xil bo'ldi. Endi asoslarni taqqoslashimiz kifoya qiladi. Eng kichigi A, o'rtanchasi C, eng kattasi B. To'g'ri javob A. 4-chi misolimiz. Agar 6x teng A ga va 3 ning 2-sinchisi teng B bo'lsa, 48 ning 2-sinchi sonini A va B orqali ifodalang. Keling, 6x ni qanday yozsak bo'ladi? 2x ko'paygan 3x teng A ga. 3x teng B ga, ya'ni 2x ko'paygan B teng bo'ladi A ga. 2x teng A taqsim B ga. Endi 48 ni yoyamiz. 3 ko'paygan 2 ning 4-si ni 2-sinchisi teng bo'ladi 3 ning 2-sinchisi ko'paygan 2 ning 4-sinchisi bo'ladi. 3 ning 2-sinchisi bizga ma'lum, B ko'paygan endi 2 ning 4-sinchisi. Ya'ni A taqsim B ning 4-sinchisi. A ning 4-sinchisi taqsim B ning kubi hosil bo'ladi. To'g'ri javob A. 5-si. Sonning raqamlar yig'indisini toping. Raqamlar yig'indisi. 2 ning 3-sini 15-si ko'paygan 5 ning 2-sini 20-si teng bo'ladi 2 ning 45-si ko'paygan 5 ning 40-si.
2ning 40-chisi ko'paygan 5ning 40-chisi ko'paygan 2ning 5-chisi. 2ning 5-chisi 32 ga teng. Ko'paygan 10ning 40-chisi. Ya'ni raqamlar yig'indisi, ya'ni 10 ning har qanday darajasi, ya'ni 10 bo'ladi. Ya'ni 1 bo'ladi raqamni. 1 ni 32 ga ko'paytirganimizda 32 chiqadi. Ularning yig'indisi 5 chiqadi. To'g'ri javob C. 6-misolimiz. Agar mana shu ifoda bo'lsa, x minus y ni toping. 5x teng 5 ning minus 1-chisi ko'paygan 2 ning 5 ning 1-chisi. 2 ning minus 2-chisi bo'ladi. 5y teng bo'ladi 5 ning minus 2-chisi, 2 ning minus 2-chisi bo'ladi. Endi buni tangma-tang bo'lamiz. Bo'luv bo'lib o'tadi. Ya'ni 5x taqsim 5y teng 5 ko'paygan 2 ning minus 2-chisi, 5 minus 2-chisi 5 ning ko'paygan 2 ning minus 2-chisi. Bular qisqaradi. 5 ning x minus y-chisi teng 5 ning 3-chisi. X minus y teng bo'ladi 3 ga. To'g'ri javob C. 7-misolimiz. Mana shu ifoda bo'lsa, 8 ning a minus 1-chisining qiymatini toping. 2 ko'paygan 2 teng 3 deb olsak bo'ladi. 2 ning a-chisi teng bo'lar ekan 3 taqsim 2 ga. Endi bizdan so'ralayotgan narsa 8 ning a-chisi taqsim 8 teng bo'ladi 2 ning 3 a-chisi taqsim 8. 2 ning a-chisi 3 taqsim 2 ga teng. Bu esa ya'ni 3 taqsim 2 ning kubi hisoblanadi va 8. 27 taqsim 8 ko'paygan 1 taqsim 8 teng bo'ladi 27 taqsim 64. To'g'ri javob D. 8-misolimiz. Shu ifoda bo'lsa, a ko'paygan b shu ko'paytmaning qiymatini toping. Endi 2 ning a-chisi teng 3 ning kvadratiga. 3 ning b-chisi teng bo'ladi 2 ning 4-chisiga. Endi keling shu yerdan 3 ni topamiz. Ya'ni ildizga oshirib boramiz. 3 teng bo'ladi ildiz osti 2 ning a-chisiga. Endi 3 ni o'rniga qo'yamiz. Ya'ni 2 ning a taqsim 2-chisi ning b-chisi teng 2 ning 4-chisi. A taqsim 2 ko'paygan b teng 4 ga. A ko'paygan b taqsim 2 teng 4 ga. A ko'paygan b teng 8 ga teng bo'ldi. To'g'ri javob A. 9-misolimiz. Standart shaklga keltiring. Keling, birinchi qavslarni ochib olsak, hech narsa o'zgarmaydi. Birinchi 7,15 ko'paygan 2,8 ni ko'paytiramiz. 7,15 ko'paygan 2,8 ko'paygan 10 ning 4-chisi ko'paygan 10 ning 3-chisi, ya'ni 10 ning 7-chisi hosil bo'ladi. Bularni bir-biriga ko'paytirganimizda 20,02 bo'ladi. Ko'paygan 10 ning 7-chisi. Standart shaklga keltirishimiz uchun endi buni 2,002
ko'paygan 10^8 deb yozamiz. Ya'ni standart shaklga keltirdik. To'g'ri javob C. 10-misolimiz. 120 ni nima deb yozsak bo'ladi? Ya'ni 3 ko'paygan 5 ko'paygan 2 ning kubi ning 7-si ko'paygan 2 ning kubi ko'paygan 3. Buni minus 5-si ko'paygan 3 ning 3 ko'paygan 5 ning kvadrati minus 2-si taqsim 2 ning 5-si bo'ldi. Endi bularni yoyaveramiz. 3 ning 7-si ko'paygan 5 ning 7-si ko'paygan 2 ning 21-si ko'paygan 2 ning minus 15-si ko'paygan 3 ning minus 5-si ko'paygan 3 ning minus 2-si ko'paygan 5 ning minus 4-si bo'ldi. 2 ning 5-si mahrajda bo'ladi. Endi uchlarni tagiga chizsa, ya'ni 7 bular qisqarib ketar ekan. 5 lar esa 7 dan 4 dan ayirganimizda 3, ya'ni 5 ning kubi qoldi. Va 2 qoldi. Ayrilgan 30 taqsim 11. Endi 5 ning kubi 125 ga teng. Uni 2 ga ko'paytirsak 250 chiqadi. 250 dan 30 ni ayiramiz. 220 hosil bo'ldi. Teng bo'ladi 22 ga. To'g'ri javob D. Davom etamiz, hurmatli o'quvchilar. 3-testimizning 11-misoliga keldik. 11-misol. Shu sonning natural bo'luvchilar sonini toping. Keling, birinchi soddalashtirib olaylik. 2 ning kubi ko'paygan 3. Buning 24-si. 48 ni qanday ko'paytuvchilar yozsak bo'ladi? Buni ikkining 4-si ko'paygan 3 deb olamiz. Buning 16-si. 2 ning 72-si ko'paygan 3 ning 24-si. 2 ning, ya'ni 16 ni 4 ga ko'paytirganimizda 64 ko'paytirilgan 3 ning 16-si. 72 dan 64 ni ayirganimizda 8 hosil bo'ladi. Endi 24 dan 6 ni ayirganimizda ham 8 hosil bo'ldi. Endi natural bo'luvchilar sonini qanday hisoblaymiz? Ya'ni tub ko'paytuvchilarga ajratdik. Endi darajalariga 1 qo'shamiz va ularni ko'paytiramiz. 9 kere 9 81. To'g'ri javob B. 12-misolimiz. Mana shu ifoda bo'lsa 24 taqsim AB minus B ifodaning qiymatini toping. Keling, mana buni qavslarni ochaveramiz. 3AB minus B taqsim 3 ning 4-si. Asoslar bir xil, darajalarini tenglashtiramiz. AB minus B taqsim 4. Teng 4. Ya'ni buni topdik. Endi 24 taqsim AB minus B 4 ga teng bo'ldi. 24 taqsim 4 bu 6 ga teng bo'ldi. To'g'ri javob C. 13-misolimiz. M va N butun sonlar uchun mana shu ifoda tenglik o'rinli bo'lsa, M minus N ning qiymatini toping. 2M taqsim 2 ning kubi, ya'ni 8 deb olsak bo'ladi.
teng bo'ladi 3 ning m minus m plus n'inchisi ko'paygan 9. Endi 9 ni bu tomonga o'tkazamiz, 8 ni bu tomonga, tenglikni bu tomonga o'tkazamiz. Shunda 9 bu tomonga 3 ning minus 2-chisi ko'paygan 2 ning m'inchisi teng bo'ladi 3 m plus n'inchisi 3 ning ko'paygan 2 ning 3-chisi. Endi ikkilarni darajalarini tenglashtiramiz. Ya'ni m teng bo'ladi 3 ga, minus 2 teng bo'ladi m plus n ga. Shunda minus 2 teng 3 plus n. N teng bo'ladi minus 5 ga. Bizadan m minus n so'ralmoqda va 3 plus 5 bo'ladi teng 8 ga. To'g'ri javob D. 14-misolimiz. Quyidagilardan nechtasi ma'noga ega emas? Ya'ni buni ham ishlasak bo'ladi, ya'ni ma'noga ega bo'ladi, bu ham, lekin mana bu ma'noga ega emas bo'ladi. Chunki har qanday sonni 0 ga bo'lish mumkin emas. Ya'ni to'g'ri javob A. 15-misolimiz. Mana shu yig'indining yarmini toping. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya'ni 6 dona 3 ning 15-chisi. 6 ko'paytirilgan 3 ning 15-chisi. Endi mana shu sonning yarmini toping demoqda. 6 bilan qisqaradi. 3 ko'paygan 3 ning 15-chisi teng bo'ladi 3 ning 16-chisiga. To'g'ri javob B. 16-misolimiz. Agar mana shu tenglik bo'lsa, mana shu ifodani hisoblang. 16 ni 2 ning 4/2-chisi deb olamiz va 2 ning 2/2-chisi minus 2 ning 5/2-chisi va 2 ning 4/2-chisi bo'ladi. Plus 1. Mahrajlar, ya'ni mahraj bo'lgani uchun darajalar ayriladi. Ya'ni 2 ning 2/2-chisi ayrilgan 2 ning 2-chisi qo'shilgan 1. Endi 2 ning 2-chisi 5 ga teng bo'lsa, 5 ning kvadrati ayrilgan 5 qo'shilgan 1. 21 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob B. 17-misolimiz. Quyidagilarning qaysi biri mana shu tengsizlik yechimi bo'la olmaydi? Quyidagilardan qaysi biri mana shu tengsizlikning yechimi bo'la olmaydi? Endi 200 ni tub ko'paytuvchilarga, ya'ni ajratsak. Keling, ajratishdan oldin keling, bu yerda ya'ni javoblardan, ya'ni variantlardan borganimiz eng ma'qul yo'l hisoblanadi. Ya'ni birinchi javobni ko'ramiz. 2 ning 4-chisi plus 3 ning 4-chisi katta 200 dan. Endi 2 ning 4-chisi 16 ga teng, 3 ning 4-chisi esa 81 ga. Katta 200. 16 ga 81 ni qo'shsak 97. 97 200 dan katta emas. Shuning uchun to'g'ri javob A bo'ladi. 18-misolimiz. M teng 128 bo'lsa, 8 ning m'inchisi taqsim m ning 8-chisi. Ifodani asosi 2 bo'lgan daraja shaklida yozing. Ya'ni m teng 2 ning 7-chisi bo'ladi. Shunda 2 ning 3 m'inchisi va 2 ning 56-chisi bo'linganda 2 ning 3 m minus 56-chisi bo'ladi.
m teng 128 bo'lsa, 128 ni 3 ga ko'paytirsak 2084 minus 56 bo'ladi. Teng bo'lar ekan 2328-siga. To'g'ri javob D. 19-misolimiz. 20 dan katta, 2ning ikkinchisi kichik 100. Tenglikni nechta natural son qanoatlantiradi? Ya'ni 20 dan katta 2ning nechinchi darajalari? Ya'ni 20 dan katta bu 2ning 5-chisi, 2ning 6-chisi bu 64 ga, 2ning 7-chisi 128 bo'ladi. Buni ola olmas ekanmiz. Ya'ni bitta, ikkita. Ya'ni ikkita natural son qo'ya olar ekanmiz. Ya'ni 5 va 6. To'g'ri javob B. 20-misolimiz. Agar 10ning 100-chisi A ga teng bo'lsa, mana shu ifodani A orqali ifodalang. 10ning 100-chisi teng A. Ya'ni darajasini 99 qilishimiz uchun 100 ga bo'lamiz. O'nning 99-chisi A taqsim 10 ga teng bo'ldi. Endi 101-chisi. Ikkovini, ya'ni mana shularni 10 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 10ning 100 100 bo'lib qoldi. 10ning 101-chisi 10 A ga teng bo'ladi. 10ning 102-chisi esa 100 A ga teng bo'ladi. Endi 10ning 102-chisi 100 A minus bo'ladi. 10ning 10 ko'paygan A. Qo'shilgan 10ning 99-chisi bu A taqsim 10 ni beradi. Teng bo'ladi 99, yo'q, 90 A plus 0.1 A. 90.1 A ga teng bo'ldi. To'g'ri javob D. Hurmatli o'quvchilar, davom etamiz. 4-testimizning birinchi savoli. N teng mana shu bo'lsa, n kvadrat soni necha xonali son bo'ladi? 3 ko'paygan 5 ko'paygan 5 ning 325-chisi ko'paygan 2 ning 325-chisi teng 3 ko'paygan 5 qavs ichida 5 ko'paygan 2 325 darajada va 15 ko'paygan 10 ning 325-chisi 325-chisi bo'ldi. Endi bu teng n ga. Endi n ning kvadrati 15, ya'ni bunday qilib yozaylik. N kvadrat teng 15 ning kvadrati 10 ning 650-chisi teng 225 ko'paygan 10 ning 650-chisi. 10 ning 650-chisi necha xonali bo'ladi? 10 ning 650-chisi 649 xonali bo'ladi. Chunki masalan 10 ning kvadrati 3 xonali. Yo'q. Biz adashibmiz. 651 xonali bo'ladi. 651 xona bo'ladi. Qo'shamiz. Shunchaki buni gap ko'paytirmasdan 650 ni qo'shamiz 3 ga, ya'ni 3 ta sonlik uchun. 653.
To'g'ri javob B. Ikkinchi misolimiz. N'ning 200-chisini qanday yozsak bo'ladi? Mana shu tengsizlikning eng katta natural yechimini toping. Ya'ni n'ning 200-chisini n'ning kvadratini 100-chisi deb olsak bo'ladi. N'ning kvadratini 100-chisi. Kichik 7ning kubini 100-chisi deb olsak bo'ladi. Va yuzlarni qisqartiramiz. N'ning kvadrati 7ning kubi nechaga teng bo'ladi? 343 ga. Endi biza n'ning o'rniga variantdagi sonlarni qo'yib ko'ramiz. Agar qo'ygan sonimizning kvadrati 343 dan kichik bo'lsa, o'sha sonni olamiz. Ya'ni eng katta degani uchun biza birinchi eng kattasidan boshlaymiz. Ya'ni eng katta sonlardan boshlaymiz, ya'ni 20 dan. 20 ning kvadrati 343 dan kichkinami? 20 ning kvadrati 400 bo'lib ketadi va xato tengsizlik bo'ladi. Endi 19 ning kvadrati. 19 ning kvadrati 361 chiqar ekan. Masalan yozib qo'yaylik. Masalan 19 ning kvadrati kichik 343 dan. Bu xato. Endi 18 ning kvadratini kichik 343 dan. 18 ning kvadrati 324 bo'lar ekan. 324 343 dan kichkina hisoblanadi va bu to'g'ri. Shuning uchun biz 18 ni olamiz. To'g'ri javob B. Uchinchi misolimiz, sonning raqamlar yig'indisini toping. 12 ni 2 ning kvadrati ko'paygan 3 deb yozib olamiz. Buni 2 ning 54-chisi ko'paygan 5 ning 57-chisi. 3 ko'paygan 2 ning 56-chisi ko'paygan 5 va 57-chisi. Teng bo'lar ekan 3 ko'paygan 5 ko'paygan 10 ning 56-chisi. Teng bo'ladi 15 ko'paygan 10 ning 56-chisi. 15 ni 10 ning nechinchidir darajasiga ko'paytirganimizda 15 ming necha yuzdir chiqadi. Ya'ni 15 dan keyin 00 bo'ladi va ularning raqamlari yig'indisi 5 va 1 dan iborat bo'ladi. Ularning yig'indisi esa 6 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob B. To'rtinchi misolimiz, 20 xonali natural son mana shu ko'rinishda standart shaklga keltirildi. N natural sonning qiymatini toping. Ya'ni keling bitta umumiy xossani o'rganib olaylik. 10 ning kvadrati ya'ni 3 xona bo'ldi. 10 ning kubi 1000 bo'ldi. Bu 4 xona. Ya'ni bundan nima bilishimiz kerak? Darajasiga 1 ni qo'shganimizda, agar masalan 10 ning darajasiga 1 ni qo'shganimizda o'shancha xona son bo'lar ekan. Endi bizaga berilgan son, ya'ni 7.89 bu hech narsa, ya'ni hech narsani bildirmaydi, shunchaki ko'payadi, lekin hech narsa xona o'zgarmaydi. Biza shunchaki 10 ning n plus 7-chisi necha xonaligini bilsak kifoya qiladi. Endi n plus 7 bunga 1 ni qo'shganimizda xona, ya'ni necha xonaligi ma'lum bo'lar ekan. N plus 7 teng 19, n teng 12. To'g'ri javob D.
Beshinchi misolimiz mana shu tenglik bo'lsa, quyidagilarning qaysi biri to'g'ri? Buni bitta variantlardan ishlar ekanmiz. Keling, birinchi soddalashtiraylik. 3 ning ikkinchisi ko'paygan 9 teng 5. 3x teng 5 taqsim 9. Endi keling va birinchi variantni ko'ramiz. 9 ning x plus birinchisi 25 ning 9-inchisi. 3 ning kvadrati, ya'ni 2x plus ikkinchisi teng 25 taqsim 9. 9x ko'paygan 9 teng 25 taqsim 9. 3 ning kvadratisi tomonga bo'linadi, 25 taqsim 81. Endi bizga berilgan tenglikni kvadratga oshirib olamiz. 3 ning ikkinchisi teng 25 taqsim 81. Ya'ni teng bo'ldi. To'g'ri javob B ekan. 6-chi misolimiz 2 ning a-inchisi teng 3 va 6 ning b-inchisi teng 8 bo'lsa, a va b orqali ifodalang. Keling, mana buni oddiygina soddalashtiramiz. 2 ning b-inchisi ko'paygan 3 ning b-inchisi teng 8. Endi 3 o'zi nimaga teng bo'ldi? 2 ning b-inchisi ko'paygan 2 ning a-inchisini b-inchisi teng 8. 2 ning b-inchisi ko'paygan 2 ning a b-inchisi teng 8. Bularning ko'paytmasi b plus ab. AB teng 2 ning 3-inchisi. B plus AB teng 3 ga teng ekan. Endi bundan A ni topadigan bo'lsak, A teng bo'lar ekan 3 minus B taqsim B. To'g'ri javob A. 7-chi misolimiz mana shu sonlar ko'paytmasi, ya'ni soni nechta 0 bilan tugaydi. Nechta 0 bilan tugaydi degan desa agar, ya'ni 10 ning darajasi qilib olishimiz kerak bo'ladi. Endi 10 ning darajasiga keltirishimiz uchun bularni ozgina soddalashtirib yoyishimiz kerak. 75 bu 5 ning kvadrati ko'paygan 3. 3 ga teng. 32 bu 2 ning 5-inchisi. Ko'paygan 5 ning 3-inchisi. 125. Teng bo'ladi 5 ning 8-inchisi ko'paygan 3 ning 4-inchisi. Ko'paygan 2 ning 30-inchisi ko'paygan 5 ning 21-inchisi. Teng bo'lar ekan 5 ning 29-inchisi ko'paygan 2 ning 30-inchisi ko'paygan 3 ning 4-inchisi. 2, ya'ni 2 ortiqcha ekan va 10 ning 29-inchisi bo'ladi. Ko'paygan 3 ning 4-inchisi. Ya'ni nechta 0 bilan tugaydi? Nechta 0 bilan tugaydi degani, ya'ni 10 ning 29-inchisini, ya'ni nechta 0 bilan tugaydi? 29 ta 0 bilan tugar ekan. Ya'ni 10 ning 29-inchisi. To'g'ri javob B. 8-chi misolimiz mana shu ko'paytmalar ifodani soddalashtiradi. Mana shu ifodani, ya'ni soddalashtirishimiz kerak ekan. Keling, mana shu ikkita sonni birinchi ko'paytirsak. A taqsim B ko'paygan B ning kvadrati A ning kvadrati. Bular qisqaradi, B taqsim A ni berar ekan. Endi bularni ko'paytirsak,
A ning kubi taqsim B ko'paygan B ning kubi. B ning to'rtinchisi A ning to'rtinchisi teng qisqaradi va yana B taqsim A bo'lar ekan. Endi buni hisoblaymiz. A ning 9-inchisi B ning 9-inchisi ko'paytirilgan B ning 10-inchisi va B ning A ning 10-inchisi. Yana qisqarar ekanda B taqsim A ni berardi. Endi bundan nimani bilib olishimiz mumkin? Ya'ni ikkita juft sonlar, ya'ni ketma-ket juft sonlar ko'paytmasi B taqsim A ga teng bo'lib ketaverar ekan. Shunda bunaqa juft ko'paytuvchilar nechta? Bu 10 darajali uchun 5 ta hisoblanadi. B taqsim A ning 5-inchisi. To'g'ri javob C hisoblanadi. 9-misolimiz. Mana shu sonni standart shaklga tasvirlang. Hozir bu yerdan 10 ning nechinchisini olib chiqishimiz kerak. Keling 10 ning 4-chisini olib chiqamiz. Minus 4-chisini olib chiqsak. 2,3 ko'paygan 10 ning minus 1-chisi. Qo'shilgan 2,47. 10 ning minus 4-chisi ko'paygan 0,32 qo'shilgan 2,47 teng bo'lar ekan 10 ning minus 4-chisi ko'paygan 2,79 standart shaklga keltirdik. To'g'ri javob C ekan. 10-misolimiz. Mana shu ifoda bo'lsa, bu sonni A orqali ifodalang. Keling 6 ning x plus 1-chisini, 6 ning x-chisini shunchaki topamiz. 6x plus 1 teng A bo'lsa, 6x ko'paygan 6 ning x-chisi ko'paygan 6 teng A. 6 ning x-chisi teng A taqsim 6 ga. Endi bularni hisoblaymiz. 6 ning x-chisi ko'paygan 6 qo'shilgan 6 ning x-chisi qo'shilgan 6 ning x-chisi ko'paytirilgan 1 taqsim 6 teng bo'lar ekan A taqsim, ya'ni mana bu yerga olib borib qo'yamiz. 6 qo'shilgan A taqsim 6 ko'paytirilgan qo'shilgan ekan A taqsim 6 ko'paytirilgan 1 taqsim 6. Umumiy makhraj 36 bersak 36A qo'shilgan 6A qo'shilgan A 42 43 A taqsim 36. To'g'ri javob C. Davom etamiz, hurmatli o'quvchilar. 4-testimizning 11-savoli. Ya'ni hisoblang. 3 ning 21-chisi ko'paytirilgan 4 ning, ya'ni 2 ning 2-chisi bu 2 ning 22-chisini beradi. Ayrilgan 3 ning 20-chisi ko'paytirilgan 2 ning 21-chisi. Taqsim 3 ning 22-chisi ko'paytirilgan 2 ning 20-chisi. Ayrilgan 3 ning 20-chisi ko'paygan 2 ning 21-chisi. Teng. Endi suratdan 3 ning 20-chisi ko'paygan 2 ning 21-chisini olib chiqamiz. Shunda 3 ko'paygan 2 ayrilgan 1 qolar ekan. Endi makhrajdan esa
3ning 20-sini ko'paytiramiz 2ning 20-siga. Bularni olib chiqsak, qavsning ichiga qoladi 3ning kvadrati ayrilgan 2 qolar ekan. Bular qisqaradi. Suratda bitta 2 qolar ekan. 6 dan 1 ayirsak 5, 9 dan 2 ni ayirsak 7 bo'ladi. 10 taqsim 7. To'g'ri javob B. 12-misolimiz. Mana shu tengliklar bo'lsa A, B, C ko'paytmaning qiymatini toping. Buni qanday yechamiz? Ya'ni 2ning A-si teng 3ning kvadrati. 3ning B-si 5ning kvadrati. 5ning C-si teng 2ning kvadrati. Endi keling shu yerdan 3 ni topamiz. 3 teng 2ning A taqsim 3-si. Ya 2-si. Shunda 2ning A taqsim 2-sini B-si teng 5ning 2-si. 2ning A, B taqsim 2-si teng 5ning 2-si. Endi 5 ni o'rniga, ya'ni mana bu yerdan 5 ni topsak. 5 teng 2ning 2 taqsim C-si. 2 ni A, B taqsim 2-si teng 5 nimaga teng bo'ldi? 2ning 2 taqsim C-sining kvadrati. Endi 2ning A, B taqsim 2-si teng 2ning 4 taqsim C-si. Asoslari bir xil bo'ldi. A, B taqsim 2 teng 4 taqsim C. A, B, C teng bo'lar ekan 8 ga. To'g'ri javob B. 13-misolimiz. Mana shu tenglik bo'lsa A ning qiymatini toping. 3ning 2-si qo'shilgan 3ning A-si. 3ning A-si ko'paytirilgan 2ning A-si. Qo'shilgan 2ning A-si. Teng 4 taqsim 9. Endi suratdan 3 ni A-sini olib chiqamiz. Bas mahrajini esa 2ning A-si. Bular qisqaradi. 3ning A-si taqsim 2ning A-si teng bo'lar ekan 2ning kvadrati taqsim 3ning kvadratiga. Endi proporsiya qilsak 3A plus 2 teng 2A plus 2. Endi asoslar 2 xil bo'ldi va suratlar bir xil bo'ldi. Ya'ni qanday hollarda ikkovi teng bo'ladi? Albatta daraja 0 ga teng bo'lgan payt bular 1 ga aylanadi va 1 ga teng bo'ladi. A teng minus 2. To'g'ri javob B. 14-misolimiz. Mana shu tenglik bo'lsa m ni x orqali ifodalang. 1 taqsim 3ning 4 minus m-chisi qanday shaklda keltiriladi? 3ning m minus 4-chisi qilsak bo'ladi. Teng 3ning 4x-chisi. Asoslar bir xil bo'ldi, darajalarni tenglashtiramiz. 4x.
m teng ekan 4x plus 4. To'g'ri javob C. 15-misolimiz. Agar a teng mana shunga teng bo'lsa, 9a kvadrat sonining bo'luvchilari sonini toping. Keling, a ning kvadrati 4ning minginchisi bo'lar ekan. a ning kvadrati teng bo'lar ekan 2 ning 2 minginchisi. Endi 3 ning kvadrati 9, a ning kvadratiga esa 2 ning 2 minginchisi. Sonni bo'luvchilar sonini topish qanday bo'ladi? Ya'ni biz ko'paytuvchilarga ajratdik. Endi darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytirishimiz lozim tutiladi. 3 ko'paytirilgan 2001. 6003 hisoblanadi. To'g'ri javob D. 16-misolimiz shu sonning raqamlar yig'indisini toping. 2 ning ikkinchisi ko'paytirilgan 5. Ko'paytirilgan 5 ning kvadratining 6-chisi. 5 ning kubini 4-chisi. Ko'paytirilgan 2 ning kubi ko'paytirilgan 5 ning 7-chisi. Teng bo'lar ekan 2 ning 20-chisi ko'paytirilgan 5 ning 10-chisi ko'paytirilgan 5 ning 12-chisi qo'shilgan 5 ning 12-chisi ko'paytirilgan 2 ning 21-chisi ko'paytirilgan 5 ning 7-chisi. Endi qavsdan tashqariga 5 ning 12-chisi ko'paytirilgan 5 ning 7-chisi va ko'paytirilgan 2 ning 20-chisini chiqarsak, 5 ning kubi qo'shilgan 2 qolar ekan. Endi 5 ning 19-chisi ko'paytirilgan 2 ning 20-chisi teng 5 ning kubi 125 250 ga teng bo'ldi. Yo'q, 250 bo'ladi va 2 ni qo'shganimizda 252 qoladi. Endi 252 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 10 ning 19-chisi bo'ladi. Ya'ni 2 ning 20-chisi bo'lganligi uchun bitta 2 ortiqcha va 2 ni ko'paytiramiz. 405 504 ko'paytirilgan 10 ning 19-chisi. Endi 10 ning har qanday darajasini любой songa ko'paytirganimizda o'shani raqamlar yig'indisini hisoblab qo'ysak kifoya bo'ladi. Ya'ni 4 qo'shilgan 5. To'g'ri javob B. Ya'ni raqamlar yig'indisi. 17-misol. Ya'ni hisoblang. Keling, surat va mahrajiga 3 ning minus 2-chisini ko'paytiramiz. Ya'ni 13 ning minus 2-chisi, 13 ning minus 2-chisini ko'paytiramiz. 13 ning n minus 3-chisi minus 13 ning n minus 1-chisi minus 13 ning n-chisi. Endi mahrajdan minusni olib chiqamiz.
13 ning n minus 3-inchisi minus 13 ning n minus 1-inchisi minus 13 ning n-inchisi ko'paytirilgan, ya'ni buni suratlikni ko'paytirdik, lekin mahrajlikni shunday turadi. Bular bir xil bo'ldi, qisqaradi. 1 taqsim, ya'ni minus 1 taqsim 13 ning minus 2-inchisi minus 169. To'g'ri javob A. 18-misolimiz. Ya'ni mana shu ko'paytma x ning 5x-inchisini beradi. 1024 esa 2 ning 10-inchisini beradi. Endi x ning 5x-inchisi teng 2 ning 5 ko'paygan 2-inchisi. Ya'ni x'lar bir xil bo'ldi, ya'ni 5 ko'paytirildi. Bundan x teng 2 deb bemalol olsak bo'ladi. Endi bizdan nimani qiymatini toping deyapti. Mana buni 2 ning kvadrati 2 ko'paytirilgan 2 teng 8 ga. To'g'ri javob A. 19-misolimiz. Mana shu tengliklar o'rinli bo'lsa, x, y, z ni o'sish tartibida yozing. 2 ning x-inchisi teng 32 minus 1 deb olamiz. Bu esa 2 ning x-inchisi teng 2 ning 5-inchisi minus 1. Endi 3 ning y-inchisi 80 emas. 81 minus 1. 3 ning y-inchisi teng 3 ning 4-inchisi ayrilgan 1. Endi 5 ning z-inchisi teng 125 plus 1. 5 ning z-inchisi teng 5 ning kubi plus 1. Endi shunchaki, ya'ni birlarga e'tibor bermasdan darajalarni hisoblaymiz. Ya'ni shulardan o'sish tartibini bilsak bo'ladi. Ya'ni x ga 5 bo'lyapti, y ga 4, z ga esa 3. Shuning uchun o'sish tartibida yozish shunday shaklda bo'ladi. Ya'ni z 3 ga, y 4 ga va 2 5 ga teng bo'ladi. 20-misolimiz. Mana shu sonni mana shu sondan necha marta katta? Keling, 3 ning kubi bo'lsa 12-inchisi plus 6m deb yozib olsak. Buni bo'lamiz 3 ning 6m plus 10-inchisi. Bo'lgan payt ayiramiz. Ya'ni 6 lar qisqarar ekan 2 teng 9. To'g'ri javob C. Ya'ni bugungi mavzuyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.